Bugungi darsimizda biz abakusni 1 dan to 100 gacha bo'lgan raqamlarda sanashni o'rganamiz. Birinchi darsimizni takror va takror ko'rib, qaytarib olishingizni so'rab qolardim. Biz abakusni qanday sanaymiz? Abakusda bizda osmon va yer toshlari mavjud. Yer toshlarimiz birliklar, o'nliklar, yuzliklar, mingliklar va 10 mingliklar, shu bilan xona birliklari ko'payib boradi. Xo'p, birinchi navbatda biz birliklardan boshlab sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Abakusni sanashda 5 qoidadan biri bo'lgan 2 barmoqda, ya'ni ko'rsatkich barmoqda tushiramiz, bosh barmoqda esa ko'taramiz. Xo'p, ko'rsatkich barmoq bilan tushiramiz. Osmon toshlarimizni hammasi 5 qiymatlik hisoblanadi. 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 7, 8, 9 va 10liklar xonasi 1 va 0, ya'ni 10 bo'ldi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shu tartibda davom etadi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 va bu qo'limiz bilan ham sanay boshlaymiz. Ikki qo'lda sanash juda ham qulay hisoblanadi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50 ga 10 qo'shamiz, 60. Shu yerda ko'pchilik adashib ketadi raqamlarni ketma-ketligida. Ahamiyatli bo'ling. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100 ni qanday ajratamiz? Hech qanday raqam kirgizilmagan, bizda 0 deyiladi. 0, 0, 1, ya'ni 100. Shu tartibda raqamlarni takrorlaymiz.